Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan 3-darsimizda elektr mashinalarning rivojlanish tarixi haqida tanishib chiqamiz. 1799-yili italyan olimi Volt elektrokimyoviy generator ustunini yaratdi. 1802-yili rus akademigi Petrov 4200 mis va rux plastinkalaridan quvvati 1700 voltli batareyani yaratdi va u birinchi bo'lib elektr yo'l hodisasini ham tuzdi. 1820-yili Biyo va Safarman fransuz olimlari tomonidan tok va magnit qonunlari yaratildi. 1821-yili Michael Faraday motorga doimiy tok magnit maydoni ta'sirida hosil bo'lgan elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirib berdi va u 1831-yilda minglab sinovlar o'tkazib elektromagnit induksiya qonunini ham yaratdi. 1834-yili Peterburg akademigi Yakobiy elektromagnitni tortishi va itarishi hisobiga ishlaydigan elektromotorni yaratdi. 1838-yili Lenz doimiy tok mashinasini generator va motor rejimida ishlashini tajriba yo'li bilan ko'rsatib berdi. 1871-yili rus muhandisi Pavel Yavlochkov o'zining yoritish tizimida birinchi kuch transformatorini yaratdi. 1884-yili Angliyada aka-uka Topkinsonlar bir fazali transformatorni yaratishdi. 1889-yili buyuk rus elektrotexniki Dobrovolskiy o'zgaruvchan tokning 3 fazali sistemasini taklif qildi. Birlamchi 3 fazali asinxron motorni va transformatorni yaratdi. Shu yilning bahorida qisqa tutashgan rotorli va faza rotorli asinxron motorlarning tayyorlanishi boshlandi. Dobrovolskiy 1891-yili 3 fazali transformator uchun patent oldi. 1899-yili bug' turbinasi quvvati 1 megavatli bo'lgan turbogenerator bilan ulandi. Sanoatning barcha tarmoqlarida elektr energiyasini tatbiq qilish ishlari boshlandi. Ulkan sinxron generator va transformatorli kuchli elektr stansiyasi qurildi. Elektromashinalarning rivojlanishiga asos bo'lgan qonunlar bular: Michael Faradayning elektromagnit induksiya qonuni, Andrey Marie Amperning Amper qonuni, Hendrik Anton Lorenzning Lorenz kuchi qonuni, Joel Lenzning Lenz qonuni, Georg Ohmning Ohm qonuni va Gustav Kirchhoffning Kirchhoff qonunlari. Barcha elektrotexnika qurilmalarimiz mana shu qonunlar asosida ishlaydi. Elektr mashinalarning rivojlanish tarixi qisqacha shulardan iborat edi. Menga bir taklif tushib qoldi. Mana shu agarda sizga malol kelmasa, montaj vaqtidagi korobkani yig'ilish holatini bir tushuntirib o'ting degan taklif bo'lgandi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Elektromontaj vaqtida bu biz xatolikka yo'l qo'yishimiz mumkin bo'lmagan bir jarayon. Bu faza bilan nolni ketma-ketligini almashtirmaslik. Ya'ni almashtirmaslik uchun biz qanday aniqlaymiz buni? Indikatorlar yordamida aniqlab olsak bo'ladi, oson usuli. Shuning uchun men hozir flomaster bilan fazani, nolni ko'k flomaster bilan belgilab olamiz. Mana shu nolimiz, ya'ni neytral deyiladi. Endi bilan belgilaymiz. Ana endi bu korobkani tutashgan joyi. Bu tomondan lampochkamizda kelmoqda. Bu tomonimiz rezitkadan kelmoqda. Bu yerda ko'rsatamiz.
Pulchatelimizga farqi yo'q, unga nol faza nima qilib turadi. Baribir faza aylanadi. Eng yaxshisi adashib ketmaslik uchun uni qizil qilamiz. Chunki faza har doim pulchateldan aylantirib beriladi lampochkaga. Nimaga faqat faza aynan pulchatel bilan beriladigan vaqtda bu nol neytral, hech qachon neytral noldan tok urish xavfi kamroq fazaga nisbatan. Bu joyga hozir nollar hammasi bir tugunga ulanadi. Nollar to'g'ri tutashtiriladi. Fazalar esa rezitkani fazasi to'g'ridan to'g'ri ulanadi. Vkulchatelni bu bir klavishlik vkulchatel, bitta положениялик vkulchatelni bir uchi ulanadi fazaga, ikkinchi uchi esa to'g'ridan to'g'ri lampochkaning ikkinchi qismiga ulanadi. Mana shu jarayonda vkulchatel bosgan vaqtda ishlaydi. Fazadan keladigan tarmoqqa to'g'ridan to'g'ri rezetkaga o'tib ketadi tokimiz. Kuchlanishimiz albatta bu kuchlanish bo'ladi. Qachonki tarmoqqa iste'molchi ulangandan keyin undan tok oqib o'tishni boshlaydi. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Keyingi darslarimiz davomida nasib qilsa amaliy ko'rsatib nimalarimizdan bo'ladi. Tajribalarimiz turli xil bir elektroqurilmalarni ulab, kontaktorlarni, releylarni, puskatellarni, fotoreley, datchik движения, shunga o'xshagan turli xil releylarni, qurilmalarni ulashni o'rganib ko'rib chiqib boramiz. Hozircha endi iltimos qilganlar uchun bu narsani hozir qisqacha tushuntirib berdim. O'ylayman tushunarli bo'ldi. Shuning bilan bugungi 3-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizni qiziqtirgan, shunga o'xshagan qanday bir savol va takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarni yozib qoldiring. Biz albatta uni inobatga olamiz. Siz bilan xayrlashmaymiz. Aksincha, kelgusi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz.